Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilari. Sizlar bilan men Avazbek. Qo'qon shahar Besharif tumanidaman. Tanigan bilganlarga alangalik salom. Do'stlar, sizlarga inshaalloh qo'ldan kelgancha ilon baliq haqida qisqacha video tayyorlashga harakat qilaman. Yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, qanaqadir kamchiliklar bo'lsa avvaldan uzr so'rayman. Videoni boshlaymiz demak do'stlar. Do'stlar, kim uy sharoitida baliq boqishga qiziqayotgan bo'lsa, uy sharoitida baliq boqaman endi deb turgan bo'lsa, shunday insonlar uchun eng zo'r video bo'ladi degan umiddaman inshaalloh. Do'stlar, ko'rib turgan baliqlaring ilon baliq. Bu erkak urg'ochlari. Bu videolik Dostonbek akadan olib keldim inshaalloh. Bu yil boshladim. Sizlar bilan natijalarini ko'rsatib boraman. Qilaman degan aka-ukalarimizga ham xudo xolasa bir maktab bo'ladi. Men tarafimdan, o'zlaring tarafdan pul sarflamaysizlar. Ko'rib borasizlar-da, kuzatib qanday bo'ladi, qanday hammasini iloji boricha yoritib boraman. Bo'lmasam mana shu ko'rib turgan ilon baliqlar bu yerda 5 ta erkak, 7 ta urg'ochi bor. Jami 12 ta baliq olib kelganman. Bu baliqlar bir oyda yana bir oyda ikra qo'yadi deyapti. May oyi odatda ikra qo'yish uchun qamish solingan. Baliq ikrani odatda qamishga qo'yar ekan. Shu sababda qamish tashlangan. Qamish tashlangan baribir ham quyoshdan saqlash uchun oziqasiga keladigan bo'lsak, mana bu tovuq atxotlari, ichaklari, keyin qassobxona yonveringda bo'lsa, shu yomon go'sht, molda atxot, ichak, qo'yda atxot, ichaklari. Menga o'xshab qo'shilgan qassob bo'lsa, ayni muddao tekinga qorni to'yadi. Yana haligi tabiiy zovur, zakanlar deydi bizda qishloqchasiga. Shu zakanlarda uchraydigan mayda baliq, karas, oq baliq shular bilan oziqalanadi. Do'stlar, bu baliqqa kislorod kerak emas ekan. O'zidan o'pkasi bo'lar ekan. O'sha o'pkasidan nafas olar ekan. Uy sharoitida ayni muddao deyishyapti. O'sha katta baliqchilar. Shu sababdan shu baliq tanladim. Keyin baliqni bolalagandan keyin bolasi ham katta bo'lish uchun dafne degan ozuqasi bor ekan. Mana shu ichida ko'rinmasa kerak, kechqurun ko'rinadi faqat. Shu dafnedan ham tashlaganman. Uni ham Dostonbek akadan olib keldim. Baraka topsin. Hamma saroslarni o'rgatdi. Shu bilan birgalikda endi qanday bo'ladi, qanday yo'q. Baliqlarim bir dona batareyasiz juda ham zo'r. Ko'z tegmasin, sog'lom yetib keldi. Yana aytadigan ma'lumotlar endi. Qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, shu kommentariyada yozsalaring, alohida savollar uchun ham video qilishga harakat qilaman. Endi hozir esimga kelgan hammasi shu bo'ldi. Suvni almashtirishga suvni o'zi aytadi, akalar, ukalar. Holati bir hafta 10 kunda oziqa tashashingizga qarab suvni holati o'zi 10 kun, 15 kunda almashtirib turiladi. Almashtirilganda ham almashtirish sharti shunday bo'lar ekanki, tong saharda hovuz bilan nimadagi suvni gradus iloji boricha bir xil bo'ladigan vaqtga almashtirish kerak ekan. Almashtirganda ham shu 30% ni hovuzingizdagi suvni 30% ni chiqarib yorib, qolgan 60% turar ekan. 65%, 70% deylik. 70% turar ekan. Shu 30% almashtirilar ekan. Qolgan agar undan ko'p almashtirilsa, baliq stressga tushib qolib, oziqadan qaytar ekan. Rivojlanishi shu sababda tong saharda shu
imkoni boricha o'sha vaqtda almashtirilar ekan. Oziqasi ham shu tong saharda berilar ekan. Men ko'p berib o'rganmanmi uncha yoki mana shu go'shtlar turganlar go'shtda kerakini o'zi yer ekan. Bizda ham endi qo'shni qassob, Xudoga shukr, go'shtdan muammo bo'lgan yo'q. Agar sizlarda qo'shnilar qassob bo'lmasa, menga o'xshab nima bo'ladigan bo'lsa, zavur tabiiy ovlab berishga sharoit bo'lmaydigan bo'lsa, tovuqxonalarga borasizlar. Tovuqda eng arzon joyi ichagimi? O'sha ichak chavog'ini yo'rar ekan. Faqat go'sht yeydigan akalar. Aynigan, achigan, sasigan narsa umuman yemaydigan. O't, makka, bug'doy unaqa narsa yemaydi ekan. Faqat go'sht yeydi ekan. Hechnik go'shti ham eng shirin, eng mazali O'zbekistondagi deyishyapti. Yeb ko'rganlar o'zlari bilsa kerak. Yeb ko'rgan aka-ukalar bo'lsa yozib qo'yasizlar kommentariyada. Qanaqadir qolib ketgan savol nimalar bo'lsa endi uncha-munchasiga uzr, ma'zur tutasizlar. Savollar bo'ladigan bo'lsa kommentariyada yozsalaring. Imkon boricha javob berishga harakat qilamiz. Do'stlar, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, iloji boricha tarqatib yuboringlar. Xudo xolasa mana shu sizlarning qiladigan harakatlaring menga motivatsiya bo'ladi. Demak, keyingi video chiqarishga kimdir bitta odam bo'lsa ham xohlayapti ekan deyman-da, harakat qilaman. Iloji bo'lsa shu sizlardan so'rayotgan narsa obuna, like, izoh bo'ldi. Jonlaring sog' bo'lsin. Tanigan bilganlarga alohida salomat bo'lasizlar.